Psixologik salomatlik uchun 7 kun va bugun 4-kun o'rtoqlar. Bugun siz bilan stresslar bilan ishlash bo'yicha eng muhim qoidani ko'rib chiqamiz, qonuniyatni ko'rib chiqamiz. Bu qanday qonuniyat, bu qanday qoida? O'zi juda ham ko'p holatlarda insonlarda stressga nisbatan noto'g'ri munosabat bor. Noto'g'ri dunyoqarash bor. O'sha dunyoqarashni o'zgartiradigan bo'lsak, bizda ham bizni bezovta qilayotgan vaziyatlarda ham o'zgarish yuzaga keladi. Shunday muhim oltin qoida bor psixologiyada munosabatlarga oid. Muammo aslida muammo emas, muammoga bo'lgan munosabatimiz muammo. Biz muammoga nisbatan munosabatni o'zgartiradigan bo'lsak, muammo ham o'zgarib boraveradi. Agar biz muammoni muammo deb biladigan bo'lsak va o'sha holatda ko'proq yashab qo'yadigan bo'lsak, biz muammoni xuddi sharga o'xshab puflayotgandek tuyulamiz. Ya'ni muammo deb uni sharni puflayveramiz. Shar butun xonani, koinotni egallaydi-da, biz bir burchakka tiqib qo'yadi va butun koinot, butun xona muammodan iboratdek bo'lib qoladi. Shundan kelib chiqqan holatda muammoga munosabatni o'zgartirishni boshlang. Shunda muammolar ham ularni bir shunday zahmatlilik darajasi, og'irlik darajasi, bosimi pasayadi. Va biz ham nisbatan kamroq stressni o'zimizda hosil qilamiz. Demak, stress o'zi bu nima? Stress bu adaptatsion sindrom deyiladi. Bu nima degani? Ya'ni biz qaysidir noqulay, qiyin, yangi vaziyatga bundoq tushganimizda har doim stressni his qilamiz. Aytaylik, issiq ko'chada kelib, shundoq aytaylik, muzdek basseynga tushadigan bo'lsangiz, qanchalik boshida noqulay bo'ladi. Lekin siz unda ozgina suzasiz, ozgina harakat qilasiz va undan keyin basseyn eng qulay, eng yoqimli joyga aylanadi sizda. Xuddi shunaqa stress adaptatsion sindrom, ya'ni bizni moslashishimizga yordam beradigan shunday o'ziga xos bir boshda bir noqulaylikni yuzaga keltiradigan holat. Shundan kelib chiqqan holatda, demak, biz stressni ijobiy tomonlarini ko'rib chiqishimiz kerak. Bizda stressmi? Demak, biz qaysidir yangi noqulay, noodatiy jarayonga moslashyapmiz. Bizda o'sha moslashuv jarayoni kechyapti. Unutmang, siz bitta sabab bilan tushgan stressingizga ikkinchi marta tushmaysiz. Sababi siz o'sha birinchi holatga moslashib qolgan bo'lasiz. Stressga bo'lgan munosabatni o'zgartirishga bo'lgan yana bir muhim argument bu stress yaxshi ham emas, yomon ham emas. Stress insonni o'sha tashqi ta'sirlarga, tanasini, qalbi, ongi, ruhiyatini normal reaksiyasi hisoblanadi. Buni qanday tushunishimiz mumkin? Aytaylik, shundoq ninani olib qo'limizga bundoq tiqadigan bo'lsak, nima? Qon chiqadi. Qon chiqishi normal holat. Lekin ninani tiqdik, nimagadir qon chiqmayapti. Yana ninani tiqdik, qon chiqmayapti. Bu nima? Bu norma emas. Demak, muayyan ma'noda bu norma emas va bu norma bo'lmagan holatimiz kasallik degani, muammo degani. Yoki o'sha insonda qon kamligi, yoki umuman qon qotib qolgan, yoki bu inson tirik bo'lmasligi ham mumkin. Qon chiqmaganiga yarasha. Shundan kelib chiqqan holatda stress norma. Tashqi ta'sir bo'ldimi? Tashqi ta'sir norma emas. Mayli qiyin tashqi ta'sirlar bo'lishi mumkin, yoqimsiz tashqi ta'sirlar bo'lishi mumkin, noodatiy tashqi ta'sirlar bo'lishi mumkin. Lekin tashqi ta'sir bo'lgandan keyin stress bo'lishi norma. Va biz shunchaki shu sababli menda shunday noqulay, g'amginlik, kayfiyat tushishi holati bo'lyapti yoki charchoq holati bo'lyapti degan narsani biz o'zimizga ayta olishimiz kerak. Va stress norma degan fikrni o'zimizga singdira oladigan bo'lsak, har qanday yengil stress bizda qo'shimcha stresslarni yuzaga keltirmaydi. Yaqinda bitta beparvolikning nozik sirlari degan adashmasam nomi shunaqa edi. Shunaqa kitobda ko'zimiz tushgan joy bor edi. Ya'ni bizdagi xavotirlar borligi uchun biz yana xavotirlanamiz. Bizda qo'rquv borligi uchun yana qo'rquvlarimiz, yangi qo'rquv paydo bo'ladi.
xuddi shunaqa stress bo'ladigan bo'lsa, odatda o'sha stress borligi uchun ham bizda yangi stress paydo bo'ladi degan fikr ilgari surilgan va bu juda ham to'g'ri. Odatda bizni o'sha qaysidir yoqimsiz holatimiz borligi uchun biz o'sha yoqimsiz holatni shunchaki o'zimiz ikkilantirib olamiz, ko'paytirib olamiz. Shundan kelib chiqqan holatda uni borligini qabul qilishni o'rganing. Ya'ni stress yomon emas. Bu aslida shunchaki o'sha signal, nimanidir signali. Tana, ong sizga nimanidir bildirmoqchi xolos. Nimanidir yetkazmoqchi xolos. Undan qochib yurmaslik kerak. U bo'lmasligini xohlamaslik kerak. Ya'ni stress menda bo'lishini xohlamayman degan fikringiz o'zi bitta sizga stress bo'ladi. Chunki bor narsani qanaqa qilib yo'q qilib beradi sizni tanangiz yoki miyangiz. Bu iloji yo'q. Shunchaki uni olish kerak, qabul qilish kerak. Ha, bu meniki deb unga qarshilik qilishni to'xtatishimiz kerak. Adashmasam Jeff Bezos tomonidan aytilgan bir zo'r fikr bor. Mehnatdan, harakatdan, intilishdan, o'z ishlashdan, ko'p mehnatdan stress yuzaga kelmaydi deydi. Stress odatda mehnat qilmaslikdan, harakat qilmaslikdan, intilmaslikdan, o'z ustida ishlamaslikdan, dangasalikdan yuzaga keladi degan ajoyib fikr aytgan. Shundan kelib chiqqan holatda sizda stressmi? Shunchaki nimadir bilan sizga qiziq, sizga foydali, sizni rivojlantiradigan, sizni o'stiradigan nimadir bilan band bo'ling, stress o'z-o'zidan yo'qoladi yoki kamayib boradi. Chunki birinchi navbatda nima bo'ladi? Diqqatingiz chalg'iydi. Diqqatingiz stressda emas, boshqa muhimroq ishda bo'ladi, holatda bo'ladi. Ikkinchidan, sizda tanangizda harakat bo'ladi. Harakat bo'lgan joyda aytaylik shunaqa ajoyib bir ibora bor. Misol uchun yurgan suv yoki oqqan suv achib qolmaydi degan gap bor-da. Xuddi shunaqa, agar suv bitta ko'lmakda turadigan bo'lsa, yo parlanib ketadi yoki qandaydir qo'lansa hid kelib boshlaydi. Lekin suv har doim oqib turadigan bo'lsa, unda harakat bo'ladigan bo'lsa, muayyan ma'noda unda shunday noqulaylik, bir aynish holati yuzaga kelmaydi. Inson esa 90% suvdan iborat deymiz. Xuddi shunaqa insonda ham muayyan ijobiy harakatlar, oqim bo'ladigan bo'lsa, ichki oqim, tashqi oqim bo'ladigan bo'lsa, sizga kiruvchi informatsiyalar bo'ladigan bo'lsa va sizdan chiquvchi informatsiyalar bo'ladigan bo'lsa, albatta sizni holatingiz nisbatan yaxshiroq bo'ladi. Stresslar nisbatan kamroq bo'ladi. Siz o'zingizni nisbatan bo'lsa ham yaxshiroq his etib boshlaysiz.